Assalomu alaykum rezidentlarim. Bugun quyonlarni ajratamiz. Bu yoq tomonda uje mana 2 oydan sal oshganlari bor. Bu yoq tomonni kuydirib chiqdim mana. Kuydirib chiqdim. Xo'sh, kuydirgandan keyin nima ish qilaman? Mana shunaqa dezinfeksiyaga dori bor. Diditsit degani o'shani suvga solib, pisillatib ustidan chiqishim kerak. Mana qanaqa narsa berib yuboribdi avtomatdan o'rniga. Aptekachim adashib, endi men shunda pisillab, bilmayman 3 soatda bo'laman buni pisillatib chiqishim kerak xullas. Men shu narsani обязательно kuydirgandan keyin qilishim kerak. Bir xilida qilaman, bir xilida qilmayman. Lekin bu narsa yana nimaga qarshi? Mana ko'ryapsizlar, trubani ichini yuvishga вообще zo'r narsa bu. Ya'ni baribir asatkalar, qoldiqlari qoladi, suv toza emas. O'shalarni bir qator mana qanaqa bochkachaga solib, bu yoqdan chiqarib, bir 10 minut ichida o'shanaqa dori turgandan keyin hammasini shilib tushirib yuboradi. Hozir mana shuni pisillatamiz. Tayyorlab oling. Hozir bunda qiynalib ketmasam bo'ldi. Hop. İşte tayyorlab oldik. Endi qachon bo'laman bunda? Xullas, mana shunaqa holda hamma infeksiyani o'ldiradigan narsa bu. Hozir quyonni ustiga ham sepib qo'yamiz. Hech narsa qilmaydi. Anchadan beri sepmayotgandim. Bu safar shu kletkalarni ham bitta dezinfeksiya qilib olay dedim. Hop, prezidentlarim, hozir dezinfeksiya qilib tashuvdim. Esimga tushib qoldi. Bitta отправкам bor edi bugun. Yodgorjonga, Kelesga bitta samet, 3 ta samkasi bilan, Xudo xolisa Allohim barakasini bersin. Hop. Hozir buni Yandex taksi keladi. Buni berib yuboramiz. Ko'pchilik so'rayapti, nimaga video qo'ymay qo'ydingiz? Nima bo'ldi deb lichkamga yozishyapti. Hop, sotiladigan quyonim qolmadi. Sotishga quyonim faqat mayda quyonlar bor. 10 dekabrda hop 2 xatlarim chiqadi, lekin ular уже hammasi zakaznoy, уже hammasi sotilgan xatlari. O'shaning uchun javnaqa video bar sotsangiz qiziqadi odamlar, voy sotyapti-ku deb qiziqish paydo bo'lar ekan. O'shanga bu yoq tomonda mana 2 xat qilib qo'yganman hammasini. Hammasi sotilib bo'ldi. Erkeklarim qoldi. Pastda erkeklarni ham polni so'yishim kerak. Mayda, faqat mayda quyonlar. Endi xudo xolisa keyingi partiya bilmadim qachon chiqadi. Chunki maydalarga ham talab kuchli bo'lib ketyapti hozir. Endi sezondamiz. Nimasi zo'r quyonchilikni 12 oydan 9 oy sezon ekan. Faqat 3 oygina sal dam oltirar ekan. Bular boshqa payt polni ishlab ichiga kirib ketadigan narsa ekan. Bu shunaqa narsa ekan quyonchilik. O'shaning uchun yana aytib o'tmoqchim. Voy quyoningiz bor, quyoningiz yo'q ekan, quyonimni sotib bering deb menga SMS yozmalaring lichkamga. Birovnikini sotmayman. Birovga sotaman, lekin birovnikini sotib bermayman. Nimaga? Chunki men bilmayman qanaqa holatda boqqansizlar, nima yem bergansizlar, nima прививка qilgansizlar, sog'lom emasligi, hamma o'zini aravasini o'zi tortsin bu masalada. O'shaning uchun oson bo'lmadi. Shu darajagacha yetishga ham oson bo'lmadi. Xo'p, yana bitta masalani ko'tarmoqchiman. Xurshtaka chiqdilar. Xurshtaka past, men tepani pol dezinfeksiya qilib qo'ydim. Pastdan olib chiqavering. 1 oylikni ham ko'tarib kelavering. 20 polni olib chiqavering. Xullas 25 ta 25 ta qo'yib qo'yavering. Men pastdan sekin kuydirishni boshlayman.
hozir men Yandexdan chiqarib ol. Haq ketmas. Ha, aravanimi? Xo'p, yana bitta masalani ko'tarib o'tmoqchiman. Ko'pchilik menga quyon chiqarayotganida ko'pchilik yozishyapti. Quyon narxi nechib bo'ldiganda narxini aytibman, quyon chiqishyapti. Narxini aytibman. Yana bitta narsa aytishyapti. Dastavka o'zingizlardanmi deb so'rashyapti. Yo'q, o'rtoqlar, dastavka sizlardan. Sizlarga kerak. Menga emas, sizlarga kerak. O'zingizlar uchun yelpab yugurib, o'zingizlar uchun o'zingizlar kuyinglar. Dastavka sizlardan, sizlarning hisobingizlardan. Hech qachon tekin dastavka bo'lmagan. Bu bilmadim, quyonchilikda tekin dastavka bo'lish uchun butun O'zbekistonni quyon bosib ketish kerak, bosib ketish kerak bo'ladi. O'shanga tekin dastavkamiz yo'q. Hammasi tekin dastavka. Tekin dastavkamiz faqat pitakgacha, agar viloyatdan olayotgan bo'lsanglar, pitakgacha yetkazib beramiz. U yog'iga uje o'zingizlar yo'l kiran to'laysizlar. Shunaqa gaplar. Xo'p, pastga tushdik. Bu yoq tomonni hozir bu yoqqa ko'chirib orada xullas hammasini kuydiraman. Anaqasi yo'q. Qaranglar, bitta narsani o'ylab qoldim. Endi polni постоянно bu quyonchilikda izlanish kerak bo'lgan ekan. Izlanishni talab qiladigan soha ekan quyonchilik. Mana ajratdim. Baribir orasida bitta, ikkita, uchta, bilmayman, 10 ta partiyadan o'limi bo'ladi. O'shaning uchun o'lim bo'lmasin, nimaga bunaqa bo'lyapti? Baribir ichingizni yeysiz-da, baribir nimaga unaqa bo'lyapti deb. Yemi cho'tki, qorin ishlayam bir bo'ladi-da. Xo'p, bitta narsa olib ishlatib ko'rmoqchiman. Prebiotik degan narsa bor. O'shani yemga solib ishlatib ko'raman. Ertaga xo'jayinim, bugun xo'jayinim olib kelyaptilar. Topdim bu narsani O'zbekistonda. O'shani berib ko'raman yemdan. Mana mashtilarga hozir mana mashtlarni kuydirib polni aniq qilaman. Qaysi birinchi yilla olsa, mana hozir ko'rsataman. Xumrayib turganlar bo'ladi-da orada. Mana ozib qolganlar xumrayib. Bu yaxshi. Xullas topolmadim. Bo'ladi-da orasida. O'shani ham maqsad yo'q qilish. Maqsad boyish dedi-yu. Xullas boyish uchun izlanish kerak. O'shaning uchun men shunaqa xulosaga keldimki, что prebiotik berib ko'ring, qani quyonda imенно o'sha onadan ajralganlarda prebiotik qanaqa ishlar ekan. Bu oshqozonni normallashtirib, stressdan tushiradigan narsa hisoblanadi. Antibiotik emas bu. Dori emas bu. Prebiotik bu yemga qo'shiladigan qo'shimcha plus oshqozonini yaxshi nima derdi? O'zbekchasiga qanaqa tushuntirar ekan sizlarga? O'zim beyman, prosta rus sinfda o'qiganman-da, o'shanga bir xilda tushuntirib berish sal qiyinroq bo'ladi. Xullas, yaxshi organizmlarni oshqozon ichida ekib qo'yamiz. Prebiotik, misol uchun mana bolalarga beramiz-u, laktojilar, o'sha ham prebiotik hisoblanadi. İçini survormaydi, ichini qotirtirmaydi, yaxshi ushlaydi. O'sha narsa misol uchun yosh bolalarga ich buzilganda, boshqa qilganda beramiz. Ichiga o'sha 3 narsani ekamiz. Xullas topsam et beraman. O'tido nimaligini. Menimcha meni tushundinglar hammanglar. Oshqozonga yordam beradigan narsa. Chunki baribir mana bular ham bolachalar, kichkinalar o'zini baribir oshqozoniga bu ovqatni og'irlik qiladi. Nimagaki onadan ajratib qo'yganmiz. To'g'ri, ona bilan ham yeb yurgan. Lekin ona sutini emayotganda o'sha ona sutidan prebiotika katta miqdorda bo'lgani uchun hazm qilib tezroq bo'ladi. Bularni ajratgandan keyin, ona sutisiz qolgandan keyin biz nima qilamiz? Nima qilishimiz kerak? Ularga yordam berishimiz kerak. Suv bilan yo yem bilan shu narsani qo'shib berishimiz kerak. Sekin o'sha yemga ona sutisiz o'rgatib qo'yishimiz kerak. O'shaning uchun
men beraman. O'zimda tajriba o'tkazaman. O'zi nima dunyoda hammasi tajriba o'tkazib bo'lgan, yaxshi bo'lgan. Endi meni o'zimni dunyoyim, o'zimni rezidentlarim uchun o'shani tajriba o'tkazib sizlarga natijani обязательно aytaman. Tomosha qilinglar. O'zi bilasizlarmi nimaga izlanishni boshlab qolaman? Hozir misol uchun mana sotiladigan quyonlarim asosan bor kamda. Unaqa jan sotaman deb harakat qilmagandan keyin nima bo'ladi? Odam zerikib qoladi. Men zerikib qoldim. Zerikib qolib bor o'zimni endi o'zimni fermamda o'zimni xatoyimni o'zim bilaman. O'shanga o'sha xatolarning ustida ishlashni boshlayman. Mana shunaqa anu Durная голова nagam покойный dayot deydi. Bilasizlar, ruschalab shunaqa deyishadi. Jinni bosh oyoqqa dam bermaydi. Shunaqa narsa. Menda ham shunaqa narsa bo'lyapti. Hech ham to'xtab qolish kerak emas. Hech ham. Quyoninglar, men nimalardan o'tmadim-da? Quyon o'limdan, voy, meni uyimda, meni fermamga ham anu daydi itlar kirib qolgan. Nechtasini ko'mganman. Baribir to'xtash kerak emas ekan. Alloh yaxshi ko'rar ekan-da. To'xtamagan odamlarni yaxshi ko'rar ekan. Shunga sizlarga motivatsiya. Hech ham to'xtamanglar, hech ham. Xo'p, bu yana kuydirishni boshladik. To'g'irlab hozir. Xo'p, yana bitta yangilik sizlarga. Ko'pchilik boshdan men bilan o'sha bo'lgan rezidentlar taniydi. Madina qizimmi? Madina qizim yana keldi Andijondan. Ancha davolandi. Kasal bo'lib qoluvdi. Hech kim kasal bo'lmasin ekan. Qizim qaytib keldi. Endi menikida ancha yordam bo'ladi menga. Endi bu menimcha eng zo'r yangilik hozirgi kunga. Chunki operatsiyalar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Taniydiganlar ko'pchilik mana shu gruppada ham duo qilishgan, shifo so'rashgan. Xudo xolis hammasi yaxshi. Uncha bunaqa kasallikdan odam davo topmaydi. Allohimga ming qatla shukr. Davolandik, davo topdik. Keldi. Ancha menga qarashyapti. Xullas, Madina uyimda. Biz esa quyonxonada. Mana sizlarga ko'rsataman. Menda ham hammasi ideal emas. Mana shunchasidan mana bittasi o'lib yotgan ekan. Voy. Mana shunaqa narsalar ham bo'lib turadi. O'zi emas. Chidaganga chiqargan xullas. Hamma narsa chidaganga chiqargan deb o'ylayman. Bugungi kunga shunaqa yangiliklar. Sizlarga ajratayotgan jarayonni ham ozgina ko'rsatib o'taman. Boya pochtakam u yoqda to'ldiryaptilar. Quyon katinglarni to'l bo'lgandan keyin bitta obzor qilib beraman. Mana qaranglar. Ana hammasini ajratib, chiroyligina qaranglar bilan. Chiroyli qilib qo'ydilar. Men ishlarimni ko'chada qilib kelgunimcha Xurshidga ajratib qo'ydilar. Babsh chiroyli manzarada. Mana qaranglar. Mashallah deb qo'yasizlar. Mashallah. Ana. Mashi. Go'zalina, asalina bo'lib ketdi. Hozir podvalni ham bitta ko'rsataman. Hamma
hammasi boshqatdan yengilandi bu xonada. Naryoqda ham hammasi yangi. Ashi. Go'zal. Xo'p, podvalga ham keldik, qaranglar. Bu yoq tomonda erkaklar, ozgina so'yiladiganlar bor. Bu yoqda 3 oyliklar уже paydo bo'lyapti sekin-sekin. Hali yo'q, 3 oyga yetmas ekan. Bitta maydalari. Bitta ham hammasi mana shu so'yiladigan erkaklar, ayollari yo'q orasida. Ko'rdinglarmi? Bu yoqda ham qaranglar, va shu manzarani qaranglar, boya kiydirib ketgan joylarim. Vash. Vapshi chiroyli. Ana, masjidgacha kiydirdim. Bu yoqda hammasi erkaklar o'tiribdi. Bularni ham so'ydirishim kerak. Bitta maydalar, ko'rdinglar, mayda quyonlarim ko'p. Ana, nima deydi? Bunaqa kattalarim yo'q-da. Hammasi mayda ekan bitta. Xullas, ikkita men o'rtadagi bilan mametigini so'yishim kerak bo'ldi. Yana ikkita joy ochilar ekan, xudo xolisa. Sekin to'ldiryapmiz. Bilmayman, qanaqadir o'rtadachi, nima desam bo'ladi? Zazor bo'lib qoldi. Shuni tutmoqchi edim. Tutolmadim, qochib ketdi. Zazor bo'lib qoldi. Orada quyonlarim yo'q, maydasi ketib qoldi. Erkaklar qolib ketdi. Ha, bitta fermaga sotdim-ku. 160 ta. O'shani hisobiga menimcha yo'q bo'lib qoldi. Yo'q deganda yo'q emas, 3 oyliklar ham tepada ham bor. Bitta xonamda xudo xolisa hammaga yetarli. Mayda chuda qilib baribir sotamiz. Sotuv bor.